Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar mavzu dasturchi YouTube. Bugungi mavzuyimizda kichik bir amaliyotga qo'l uramiz. Hammanda biz boshladik. Keling shu yerda index.html deb ochamiz. Shift 1 va enter. Keling bizda alohida CSS ga ochamiz. style.css. Bu yerga endi ana shu qo'llarimizni berib qo'yamiz. Margin, padding, box sizing, border box. Yana chekalagan joy tashlamaslik uchun Ctrl B bossak xuddi shunday bo'ladi. Keyin title tepasidan link deb ulab qo'yaylik. // style css bilan ulanib dokumentatsiyasiga centerga joylash deymiz. Hop. Google yotib tekshiramiz. Mana yaxshi. Hop. E'tibor beramiz. Hop, bitta aytaylik nuqta box degan deb ochamiz. Uni hech bo'lib bermaymiz. Bu yerda endi CSS yotamiz. Nokta box chaqirib olamiz. Width'ini beramiz 150 piksel. Height'i beramiz 150 piksel. Background color bo'lsin blue. Kök. Border bo'lsin 3 piksel solid yellow. Hop, border radiusi 50 piksel. Hop, endi bunga nima qo'shsak bo'ladi? Bugungi asl mavzumiz xuddi shuni mana bu yerga olib kelishdi. Ko'pgina yo'llarni o'rgataman. Hop, birinchi o'rinda boxning otasi body, ya'ni tana. Bodyni chaqiramiz. Body shunchaki nuqta qo'yish shart emas. Chunki bu tek. Aytaylik, endi shunga display flex bersak, justif content bersak, align items center bersak, bu mana bu yerga keladi. Endi shunga min height'ini 100 VH bersak, ana shu yerga joylashadi, ya'ni shu o'rtaga kelib qoladi. Hop. Endi shuni left berib qo'ysak nima bo'ladi? Bo'ldi. Hop, bu birinchi uslub. Ya'ni o'zimiz display flex iloyatimiz hosillar bilan olib kelamiz shu yerga. Hop, endi bizda margin left auto, margin right auto hosillari bor. Va margin left auto buni biz otasiga emas, o'ziga berishimiz kerak. Margin left auto, margin right auto bersak, mana xuddi shu yerga kelyapti. Endi shu yerga ham min height beramiz 100 VH. Va e'tibor bersak, mana shunday kattayib ketadi. Buning sababi min height degani min shu bo'yiga 100 VH joy tashlab ber deyapmiz. Shuning uchun bunday qilmaymiz. Buni bodyga berib qo'yamiz. Min height 100 VH. Hop, e'tibor bersanglar, bu yerda yana o'xshamadi. Buni sababi nimada desanglar, bu yerda hozir margin hosillar ishlatilgani tufayli ishlamayapti. Lekin biz shuni pastga, ya'ni shu yerga olib kelishimiz uchun margin top 100 VH berib yuborsak nima bo'ladi? E'tibor bersanglar, pastga tushib ketdi. Shuni 50 VH beramiz ekan. 50 VH. Mana bu yer tushib qoldi. Xohlasanglar shuni mana 30 VH bersanglar, 20 VH bersanglar ham bo'laveradi. Mana shunaqa. Bu yana bitta xossasida. Endi shuni kontrol bilan so'radi bo'lsanglar, xuddi shunaqa blok o'chib qoladi. Hop, keyin yana bitta xossamiz bor. Unda ham shu body shart emas.
o'chirib turamiz. Transform translate 50 piksel va topdan 50 piksel leftdan 50 piksel translate minusdan 50 piksel ve minusdan 50 piksel. Keyin shuni piksellamas 50% deb berib ko'ramiz. Xo'sh. 50% bersak qiziq, nimagadir o'xshamayapti. Amal bu xos sonni ko'rib chiqmaymiz. Hozircha o'xshatolmayapmiz, mayli. Xo'p, bugungi mavzuda xuddi shuni o'rgandik. Endi keling shu bodyga ham rang berib qo'yamiz. Xo'p, endi rang berish stillarini ko'rib chiqamiz birgalikda. Body orqali. Xo'p, keling shuni o'rtaga olib qo'yamiz. Display flex align center. Aytgancha do'stlar, men hali professional dasturchi emasman, o'zim bilganlarimni sizlarga o'rgatyapman. Ya'ni negativ yozib yomonlash shart emas. Like va podpishka qilsangiz xursand bo'lardim. Head is bitch. Men shunchaki front-end dasturchiman va sizlarga qo'limdan kelgancha narsalar o'rgataman. Xo'p, birinchi o'rinda background color degan rang berish xossamiz bor. Oddiy. Aytaylik shunga yellow bersak ham bo'laveradi, to'g'rimi? Xo'p, endi buni to'xtatamiz. Xo'p, background degan xossamiz o'zi ham bor. Bunda ham misol aqua deb mana rang bersak bo'laveradi. Bu ham bitta xossa. Xo'p, endi shu yerda background mayda qilib ketishim. Background linear gradient bor. Hop, background linear gradient. Shu yerga misol 90 diagonal deb red, yellow, blue berib shu yerlarga tutuv belgisini qo'yib qo'ysak, ana xuddi shunaqa rang kelib chiqadi. Voy, uzra, men bor. Mana bizda xuddi shunaqa rang beradi, ya'ni gradient. Yaxshi. Bu ham bitta yana bir rang berish uslubi. Shu ranglar chatishtirirish degani. Xo'p, shunaqa gaplar do'stlar. Sizlar bilan Uzubi dasturchi bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.